Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bizlarni kuzatayotgan aziz birodarlarimiz. Biz parsiyaz uchastkasida solayotgan uyimiz alhamdulillah mana shu holatga yetib keldi. Allohning fazli bilan mana to'sinliklar terilyapti. Bugundan inshaalloh zarduvorlar urilib, ertaga loy ishlari boshlanadi. Ya'niki loy bosamiz. Endi birodarlar, shu tom yopadon ustalar bilan dogovorlar qilib qo'yganmiz. Usta haqqilariga ozgina bir yordaminglar kerak. Va yana bu yerda davom etayotgan ishlardan eshik-romlarni zakaz qilib qo'ydik. Akalar уже qilishyapti. Endi bu yerda verandaga yana kamchiligimiz bor va ichiga ketadigan gipsokartonga. Shu uchovi hozir bizni planimizda bo'lib turibdi. Asosiy ish hozircha shu tomidagi ustalarni usta haqqisiga pul kerak bo'lyapti. Shu borasida sizlarga murojaat qilmoqchi bo'ldik. Kartalarimiz, videolarimiz ostida qo'yib ketamiz. Ularda yedinchi solishligi uchun bizlarning Qirg'iziston nomerimiz, aloqa uchun nomerimiz va rossiyskiy Rayfazir kartalarimizni qo'yib qo'yamiz. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.